Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan burun bo'shlig'ining qon bilan ta'minlanishi mavzusini ko'rib chiqamiz va bugungi diqqat markazimizda ikkita arteriya qaratilgan. Bu arteriyalar arteria etmoidalis posterior va arteria etmoidalis anterior. Darsimiz an'anasini davom ettirish maqsadida biz ushbu vizual ilovadan foydalanamiz va o'zimizga qulay tarmoqlarni ko'rish uchun ba'zi anatomik tuzilmalarni kesib olib tashlaganmiz. Bu bizga kerakli bo'lgan arteriyalarni, ya'ni bugungi mavzumizga bog'liq arteriyalarni yaxshi o'rganishimiz va tasavvur va tushuncha hosil qilishimiz uchun kerak. Eslatib o'tamiz, barcha arteriyalar, o'rganayotgan arteriyalarimiz faqat mana shu ilovada ko'rsatilgandek emas, anomaliyalar va qo'shimcha tarmoqlari ham uchrashi mumkin. Bu istisno tarzda, ya'ni aytib o'tib ketyapmiz. Aynan shunaqa bo'ladi degan ma'noda emas. Xo'p, demak, biz arteria etmoidalis posterior va anterior sohalarini tushuntirishdan boshlaymiz. Qayerdan boshlaymiz? Biz bu arteriyalarni ichki uyqu arteriyasidan boshlaymiz. Ya'ni umumiy uyqu arteriyasi, ichki uyqu arteriyasi, ya'ni ketma-ket keladigan bo'lsak, va ichki uyqu arteriyasining qismlari bor. Bo'yin qismi, xo'p, pars petrosa qismi, pars cavernosa va pars cerebra. Pars cerebra qismi bor. Aynan shu qismdan boshlanadi bizga taalluqli bo'lgan yo'nalish, ya'ni arteriya oftalmika. Aynan mana shu arteriya oftalmikadan chiqadigan tarmoqlar bo'ladi, bizga kerakli tarmoq. Xo'p. Qulay tarzda mana joylashtirib oldik tasvirni. Demak, biz hozir ko'rib turgan arteriyamiz arteriya oftalmika hisoblanadi. Bizga kerakli bo'lgan tarmoqlar arteria etmoidalis anterior va posterior tarmog'i aynan mana shu arteriyaning shoxlari hisoblanadi. Demak, dastlab biz o'rganamiz arteria etmoidalis posterior. Demak, bu arteriyamiz arteriya oftalmikaning muhim shoxlaridan biri bo'lib, mana ko'rib turibmiz yo'nalishini. Hozir bu haqda ham batafsil aytib o'tib ketaman. Demak, bu arteriya oftalmikaning shoxi bo'lib, asosan orqa etmoidal kataklarini qon bilan ta'minlaydi va ponosimon sinusning ham bir qismini qon bilan ta'minlaydi. Bu ma'lumot, ya'ni orqa etmoidal kataklar va ponosimon sinusning qon bilan ta'minlanishi fez operatsiyalarida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni shuni esda saqlab qolishimiz kerak bo'ladi. Kelib chiqish manbai arteriya oftalmikadan va arteriya oftalmika esa o'zimiz hali gaplashib o'tganimizdek ichki uyqu arteriyasining davomi yoki shoxi hisoblanadi. Orbital apexga yaqin joylashgan arteriya etmoidalis anteriordan oldin ajraladi. Ko'rib turibmiz. Anterior va mana bu shox posterior shox hisoblanadi. Yo'nalishiga kelsak, bu arteriya orbitalning, ya'ni orbitaning medial devori bo'ylab harakat qiladi va medial tomonga yo'nalib, foramen etmoidali posterior orqali orbitani tark etadi va mana labirintga kiradi. Mana bunday qilsak ko'rinadi. Demak, orqa etmoidal labirintga kirib, orqa tomonga yo'naladi va etmoidal hujayralar, sinuslar, ya'ni etmoidal sinus va sfenoid sinusning bir qismini, qattiq miya pardasini va demak, qattiq miya pardasiga qarab yo'naladi va oldingi qismida demak qon bilan ta'minlaydi. Qon bilan ta'minlaydigan yana sohalari bor. Bu orqa etmoidal hujayralar, sfenoid sinusning yuqori old qismi, burun bo'shlig'ining yuqori orqa qismi aynan mana shu sohaga to'g'ri keladi. Xo'p, anterior kalla asosidagi dura materning bir qismini ham qon bilan ta'minlaydi.
Anatomik orientirlari bu arteriya, ya'ni arteria etmoidalis posterior, foramen etmoidalis posterior orqali o'tgani, demak bizga orientir bo'lib hisoblanadi va optik kanalga juda ham yaqin joylashgan. Ko'pincha bu optik nervdan taxminan 5-10 mm oldinda uchraydi. Har bitta insonda bo'lgani kabi hal aytib o'tganimizdek individual farqlar uchrashi mumkin. Demak, bu arteriyamizning klinik ahamiyati posterior etmoidektomiya vaqtida arteriya shikastlansa qon ketishi mumkin bo'ladi. Aynan shu vaziyatlarda biz bu arteriyani koagulyatsiya orqali qonni to'xtatishimiz mumkin. Demak, bu agar qon ketsa va biz uni qon ketganini to'xtatmasak, operatsiya davomida bu arteriyadan oqqan qon bizni ishimizni qiyinlashtirishi mumkin. Arteriyaning joylashuvini oldindan MCKTda baholashimiz mumkin. Bu haqda ham aytib o'tib ketamiz. Qanday qilib baholanadi? Baholanishi posterior etmoidal, demak kanalning mavjudligi. Bu kanal bilamiz suyakdan tashkil topgan, ya'ni suyak qattiq to'qimadan. Aynan MCKT bizga qattiq to'qimani yaxshi ko'rsatgani uchun shu kanal orqali baholaymiz. Ba'zida kanalning bo'lmasligi ham mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, kanalning osilib turishi, degistensiyasi yoki bo'lmasa mezenterik ko'rinishi orqali farqlasak bo'ladi. Endi sfenosinusning pneumatizatsiyasi bilan ham o'zaro munosabati bor. Aynan shu orqali ham biz buni farqlasak bo'ladi. Optik nerv va kalla asosiga nisbatan yaqin joylashishi mumkin. Shu orqali ham baholasak bo'ladi. Xo'p, keyingi gaplashadigan arteriyamiz bu arteria etmoidalis anterior arteriyasi. Mana ko'rib turibmiz, bu arteriya oftalmikadan ajralyapti. Demak, arteriya oftalmikaning eng muhim shoxlaridan biri bo'lib, bu arteriyamiz etmoidal hujayralar burun bo'shlig'i va oldingi kalla asosining bir qismini qon bilan ta'minlaydi. Fes va lor operatsiyalarida kalla asosi jarrohligida eng muhim anatomik orientirlardan biri bo'lib hisoblanadi. Kelib chiqishi arteriya oftalmikadan va bu o'z navbatida arteriya carotis internaning shoxidir. Odatda arteriya etmoidalis posteriordan keyin joylashgan bo'ladi. Yo'nalishi, demak, bu arteriyamizning yo'nalishi orbitaning medial devor bo'ylab oldinga harakatlanadi. Foramen etmoidali anterius orqali etmoidal labirintga kiradi. Etmoidal tomdan o'tadi. Ya'ni bu g'alvirsimon suyakning tom qismidan degani. Oldingi kalla chuqurchasiga ham kiradi va duramaterga meningeal shox beradi. So'ng lamina cribrosa yonidan o'tib burun bo'shlig'iga tushadi va terminal shoxlarga ajraladi. Hozir qulay tarzda ochib olamiz. Arteriya etmoidalis anteriorni biz hozir sizlarga fazodagi joylashuvini ko'rsatamiz va to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Mana o'sha arteriya etmoidalis anteriorning joylashuvi va yo'nalishini ko'rsatuvchi tasvir. Ko'rib turganimizdek, bu oldinga qarab yo'nalib apex naziga keladi va bu yerda zona Kisselbachning eng asosiy tarmoqlaridan hisoblanadi va boshqa arteriyalar bilan anastomoz hosil qiladi. Ushbu arteriyamiz o'zidan shoxlar berishi mumkin. Demak, shoxlari haqida gaplashib o'tamiz. Bu ilovada yaxshi ko'rsatilmagani uchun men sizlarga og'zaki aytib o'tib ketaman. Shoxlari ramus meningeus anterior, ya'ni oldingi kalla chuqurchasini duramaterni oziqlantiradigan tarmoq. Keyingi shoxi bo'lishi mumkin, ya'ni ramus nasalis internus bo'lishi mumkin. Bu burun to'sig'ini, septumni, ya'ni va lateral devorning yuqori qismini qon bilan ta'minlaydi. Bizda bo'lishi mumkin yana ramus nasalis externus. Bu burun suyagidan chiqib, burun dorsumi, ya'ni burun ustki qismi va uchining terisini oziqlantiradi. Aynan shu shoxini biz hozir sizlar bilan ko'rgan edik. Aynan
ichki tomondan tarqalardi. Hozir ustki tomondani bu yuz arteriyasining davomi, ya'ni arteria angularis va undan arteria dorsalis tarmog'ini ko'rib turibmiz. Yonboshdagi esa arteria lateralis edi. Biz bu arteriyalar haqida boshqa darslarimizda gaplashib o'tganmiz. Demak, arteria etmoidalis anteriorning qon bilan ta'minlovchi maydonlari. Bu oldingi etmoidal hujayralar, ya'ni katakchalar, o'rta etmoidal katakchalarning bir qismini, frontal sinusni, burun bo'shlig'ining oldingi yuqori qismini, burun septumining, ya'ni burun to'sig'ining yuqori qismini, lateral burun devorining yuqori qismini, burun dorsum terisini va oldingi kalla asosining qattiq miya pardasining bir qismini qon bilan ta'minlaydi. Anatomik orientir qanday olamiz? Anatomik orientirni biz foramen etmoidale anteriorus orqali olamiz. Bu arteriyani bizga orientir olishimiz kerak face'da, ya'ni etmoidal tom ustida suyak kanal ichida yoki kanaldan osilib turgan ekanligini baholash orqali biz face operatsiyasida o'zimizga kerakli bo'lgan orientirni olib olishimiz mumkin. Ba'zan kanal degistensiyaga uchragan bo'lishi mumkin, arteriya to'liq ochiq holda osilib turgan bo'lishi ham mumkin. Bu holda arteriya periferik ko'p shoh bermaydi. Natijada etmoidal plastinka bor bizda, gorizontal plastinka. Aynan shu plastinkani old medial qismi xo'roz tojining asos qismiga kelib tugashi mumkin va undan keyin meningial shoh berishi mumkin. Xo'p, MCKTdagi ahamiyati bu arteriyani biz MCKTni ko'rib, operatsiyadan oldin baholashimiz kerak bo'lgan bir qancha kriteriyalar bor. Ulardan bir nechtasini aytib o'tib ketaman. Bu arteria etmoidalis anteriorning kanali bor. Aynan o'sha kanalning mavjudligi yoki degistensiyasi. Undan tashqari kanalning, ya'ni arteria etmoidalis o'tgan kanalning joylashuvini, bosh suyagidan asosidan Keres klassifikatsiyasi bilan bog'liqligini va frontal cho'ntaklar va oldingi etmoidal hujayralarga nisbatan joylashuvini baholashimiz kerak bo'ladi. Bu baholashimiz bizga operatsiyamizning kam xatolarsiz o'tishini ta'minlaydi. Klinik ahamiyati: bu arteriyamiz aytib o'tganimizdek epistaksis, ya'ni oldingi etmoidal arteriya burunning yuqori qismidan kelganligi uchun demak qon ketishlarda muhim manba bo'lib hisoblanadi. Ya'ni tarmoq ko'proq beradi boshqa arteriyalarga qaraganda. Ayniqsa travma va jarohatlardan keyin burun apex qismida qon ketishga moyil bo'ladi va ko'proq qon bosimi yuqori bo'lgan insonlarda, muntazam ravishda antikoagulant qabul qiladigan insonlarda va jarohatlangan insonlarda bu arteriyadan qon ketishi kuzatiladi. Funksional endoskopik operatsiyalarda bu arteriyaning ahamiyati frontal sinus jarrohligida asosiy orientir bo'lib hisoblanishi va oldingi etmoidektomiya vaqtida eng ehtiyot bo'ladigan arteriyalarimizdan biri hisoblanadi. Sababi qon ketishning manbai bo'lgani uchun. Shikastlanganda kuchli qon ketadi va orbital gematomaga ham sabab bo'lishi mumkin. Aynan gematomaning oqibati, ya'ni asorati sifatida optik nervning qisilishi va ko'rishning pasayishi yoki ko'rishning yo'qolishi yuzaga kelishi mumkin. Agar kalla asosi ham jarohatlansa, likvariya yuzaga kelishi mumkin va bundan keyingi asoratlar bu intrakranial asoratlar berishi mumkin bo'ladi. Arteria etmoidalis anterior va posterior orasidagi masofa ko'rib turibmiz. Odatda 10-15 mm ni tashkil qiladi va yana aytib o'tamizki, individual tarzda bu boshqacha bo'lishi ham mumkin va arteria etmoidalis anterior posteriorga qaraganda kattaroq va jarrohlikda ko'proq uchraydi. Bugungi ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.